Yozda dam olish maskanini ochib, basseynli dacha biznesidan daromad qilishni o'ylayapsizmi? Yoki o'zingiz uchun salqin, katta bog'li hovli xohlaysizmi? Bu joy ikkala orzuni ham amalga oshirishga yaraydi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yana shunaqa zo'r joylar hali oldinda. Hovlida basseyn ham qurilgan, suvi kachalka orqali to'ldiriladi. Maxsus ispanskiy filtr o'rnatilgan. Demak, yoz kunlari oilaviy hordiq chiqarish yoki biznes qilib daromad olish imkoniyati qo'lingizda. Hovli atrofidagi tabiiy ko'kalamzor basseyn va keng maydon bu joyni haqiqiy dam olish maskaniga aylantiradi. Uy blok bilan qurilgan, ichida sanuzel bor, kommunikatsiyadan svet mavjud, ichimlik suvi sal nariroqdan olib kirsangiz bo'lgani. Tayyor holatda. Bunday joy hozir topilishi qiyin. Xohlasangiz shaxsiy dacha, xohlasangiz yozgi biznes maskan. Narxi esa $70,000. Yana kelishiladigan joylari bor. Manzil esa Dang'ara tumani, Naymanchada, Kichik Minglar ko'chasida joylashgan. Egalarini raqam ekraningizda bemalol kelishib ketaverasiz. Shunaqa yoshligidan uyimga basseyn quraman degan do'stlaringizni xursand qilib yuborib qo'ying.